Assalomu alaykum, yaxshimisizlar. Bugun kuchli oiladan asallarni, raslodlarni olib kuchsiz oilalarga beraman. Bunday qilishimning sababi kuchsiz oila kuchli bo'ladi. Kuchli oila esa yana ishlaydi-da, ishsiz qolmaydi-da, qochib ketmaydi. Demak, bunga menga nima kerak? Mana bu 4 ta romga ketadigan, bu tomonda 4 ta, bu tomonda 4 ta romga ketadigan bo'sh quti. Asal deb yozib qo'ygan. Men zo'r oiladan asalini nima deydi? Arisini qoqib, mana bu bilan arilarni tushirib, keyin olib kelib mana shu yerga asal romkani tiqaman. Bu yerda bo'sh romkalarim tayyor, bo'm-bo'sh. Xo'p, undan keyin mana tuxum urug', ya'ni o'sha zo'r oiladan urug'li romkani qoqib, arisiz qilib bu yerga to'playman va gulchangli, ya'ni perga deydi rus tilida. Mana shunaqa romkalarni ham agar zo'r oilada 3 ta, 4 ta gulchangli romka bo'lsa, olamanda zo'r oilada faqat ikkitasi qoladi. Bu yerda ortiqchasini olib kelib to'playman. Mana shunaqa qilib to'plab qo'yaman. Keyin mana shu to'plaganimni kuchsiz oilaga beraman. Kuchsiz oila ishi tugaydi, keyin mana bu yap-yangi mashinalar buni kuchli oilaga beraman. Kuchli oila buni yaxshi ko'radi. Bu mashinada ishlab keyin qochmaydigan bo'ladi. Yana bizga bu ishlarni qilishga nima kerak? Mana bu suv sepkich. Bu kuchsiz oilaga qo'yamiz sirop berishga, pichoq bilan mabodo agar gumbak chiqsa, gumbaklarni kesishga. Bu instrumentsiz ishlab bo'lmaydi, hamma biladi. Bor o'sha atmetka qilishga yozaman ish tugagandan keyin, latta bilan o'chirib va mana bu tomonlarni tozalashga, yozuvlarni o'chirishga va bu tomonlarni tozalashga latta kerak. Diafragma kuchsiz oilaga orqasiga qo'yamiz. Va dimar tayyor. Shpirgi tozalashga mana shuncha narsalar kerak. Endi jarayonni birga kuzatinglar. Kuchli oila mana bu 45-raqamli. Tak. Bismillah. Buni ochdim, mana qaranglar. Arini qancha? Ari to'lib ketgan. Bitta buni olib tagida musorlar bor, mana. Musorlarni tushiraman. Qani musorlar? Bo'ldi. Ortiqcha musorlarni arilar shu yerga qo'yadi. Xo'p. Hozir arilarni o'ldirmay deyapman. Bo'ldi. Endi dimar bilan tutun beramiz, ozgina. Tutun beramiz. Chaqadigan arilar yong'in bo'layapti deb o'ylaydi, borib og'ziga asal oladi. Og'ziga asalni olib, keyin chaqmaydigan bo'ladi. Xo'p. Sekin ishni boshlaymiz. Bismillah deb. Voy. Og'ir bo'lib ketibdi. Asali ko'p. Inshaalloh asali juda ko'p. Hozir mana shuni romkani asalni olamiz. Asalni olib bu oilani asalsiz qilamiz. 2 romka yopiq tuxumini ham olamiz. O'shanda bu oila qochib ketmaydigan bo'ladi. Bo'lmasa bu oila juda kuchayib ketib, Xudoning irodasi bilan qochishga harakat qiladi. Xo'p, yana ustidan ozgina tutunlaymiz. Kir, o'yinga kir. Qoch. Bo'lmasa olayotganda o'ldirib qo'yaman. Endi instrumentni olib sekin-asta ishni boshlaymiz. Meni xayolim ishda, shu uchun balkim videoda biron narsa ko'rinmay qolishi mumkin, lekin inshaalloh qolib ketmaydi. Tak. Xo'p, bu romka nima ekan? Bunda ichida tuxum bor ekan. Mana shu o'rtasida tuxumlar ko'p. Ko'ryaptimi ekan? O'rtasida oppoq tuxumlar bor.
Bu tomonda chala yopiq tuxumlar bor. Bunga tegmaymiz, bu shunchaki shu yerda turadi. Tak. Hozir iloji bo'lsa, faqat yopiq tuxum yoki kuchli asal, mana shu ikkita narsa olishimiz kerak. Qani bu nima? Bu ham ozroq tuxum o'rtada. Bu tomonda ham ozroq tuxum. Bu ham qoladi, o'ziga qoladi. Chala tuxumlar o'ziga qoladi. Tutunlagandan keyin arimiz xudoga shukr yuvosh bo'lib qoldi. Mana bu yaxshi asal. Mana buni olsa kerak, olsa bo'ladi. Bismillah. Tak. Ozgina qoqdik, endi shipiramiz. Shipirgina ho'l bo'lgan uchi bilan shipirib olyapman. Mana bo'ldi. Bu asalli romka 1. Buni endi boya tushuntirganimdek asal yozilgan joyga qo'ydim mana. Bitta asalini oldik, zo'r o'yladim. Endi davom etamiz. Siz shu yerga turing. Qani bu undan ham og'irga o'xshayapti-ku, nima ekan bu? Bu yopiq tuxum. Bir tomoni yopiq, bir tomoni ochiq tuxum. Mayli, bu qoladi o'ziga. Chunki buni kuchsizga bersak, kuchsiz oila buni eplolmaydi. Chunki bir tomoni ochiq tuxum. Xo'p, endi bu og'ir romkani olaylikchi, nima ekan? Qani, tuxum emasmi? Yo'q. Asalmi? Asal. Ozgina tepasida erkak tuxumlar bor. Ular hech narsa qilmaydi. Bo'lmasam, buni ham pishirib olaman. Ana, pishirib oldim. Kechirasizlar, qoqib oldim, endi pishiryapman. Tak. Qani. Böyle. Qo'limdagi romka taxminan 2,5 kilo asal. To'g'ri asal. Ana endi ko'rindi menimcha kameraga. Ana ko'rindi. Xo'p. Endi asal romkamiz ikkita bo'ldi. Davom etamiz. Demak, bu tuxum edi. Tepada ham ikkita tuxum. Endi tekshirishda davom etamiz. Qani bu romkamiz nima ekan? Bu romkamizda kichkina tuxumchalar, bu tomoni yopiq tuxum. Bu ham qoladi. Bizga ikki tomoni ham yopiq rasplot tuxum kerak. O'shanaqasini olamiz. Xo'p, bu yerda ozroq tuxumcha. Bu ham qoladi. O'ziga qoladi. Qani romkamiz nima ekan? Ozroq tuxum bor va ko'proq gulchang bor. Bu romkani gulchang sifatida qoqib olaman. Chunki juda ko'p gulchang bor. Qoqib oldim. Bitta oilada 2 romka gulchang yetadi. Voy, tushma. Tak, ana. Xo'p. Endi keyingi ishimiz. Qani, bu yer to'liq tuxum. Yangi tuxum. Tomoni gulchang, ozroq gulchang, lekin asosan 75% tuxumcha. Shuning uchun shu yerda turaveradi.
Endi mana bu pastda joy bor. Tuxumlarni ham tushiraveray. Tuxumlarni tushiray. Tak. Asosan ko'p joy asal ekan. Yaxshi. Tak. Qani bundachi? Bunda ham tuxum. Mana shu yerda 6 romka tuxum. Endi davom etamiz. Qani, bu kishi nima ekan? Bu yerda pishgan tuxum, arilar chiqyapti. Buni qoqib olaman. Asal to'kilyapti qoqqanimda. Bittari, ikkitari mana. Mana bu, mana qaranglar. Yangi ari dunyoga kelyapti. Mana. Endi hozir chiqdi. Mana bunisi endi chiqyapti. Mana shunaqa bu arilar chiqayotgan romka. Mana bu yerda yana bittasi teshib chiqyapti. Shuning uchun bu romka tuxum romka bo'lib arilarga beraman. Kuchsiz oilaga beraman. Yaxshi tuxum ekan. Ikki tomonlama zo'r tuxum ekan. Buni ham bu oiladan olaman. Endi o'zini sepamiz, nima deydi? Sipiramiz. Tak. Bo'ldi. Bu ham tuxum. Ana. 2 romka tuxum bo'ldi. Bunda ham ko'rsataman, o'zi chiqayotgan arilar bor edi bu ham. Tak. Harekat. Mana. Mana bu yerdan arilar teshib chiqyapti. Yangi urug'da bular. Ana. Ikkita urug' bo'ldi. Qani bunaqa nima ekan? Bu gulchang, to'liq gulchang, mana shu sap-sariq gulchang degani. Tak, bu yerda ozgina tuxumlar bor. Xo'p, buni gulchang romka sifatida o'ziga qo'yamiz. Har bitta oilaga gulchang ham muhim. Gulchang bu bolalarning ovqati. Tak, bu yerda yana bitta tuxum chiqdi. Ha, mayli, bunisini o'ziga qoldiramiz. Faqat joyini mana bu yerga qilib. Bu yerda minglab arilar bor, iloji yo'q. Bitta ikkita arilar o'lib ketadi baribir. Endi bironta ham ari o'lmasin desak agar, kunimiz bitta qutida ishlash bilan o'tadi. Shuning uchun iloji yo'q, o'lib qoladi. Xudo o'zi kechirsin. Ya bismillah. Qani. Bu yerda nima ekan? Bu yerda ham tuxum. Ham chala tuxum. Xo'p, endi hozir bu yerda hisoblasak agar tuxum romkalarimiz nechta qoldi? Tak. 1 2 3 4 5 6 7 8 romka tuxum qoldi. Ikkitasini oldim. 10 romka tuxum edi. Tak, endi so'nggi romka qoldi. Uni bitta olib asalini tekshiraman. Asali yaxshimi, yo'qmi? Agar asali kam bo'lsa, boya olgan asal romkamni qaytarib beraman. Bu yerda asal
bor. Bir tomonlama asal ekan. Bu kam hisoblanadi. Tak, buni qayta o'ziga berish kerak. Hozir romka bitta yerga qo'yib turaman. Keyin o'ziga qaytaraman. Tak. Boyagi ikkita olgan asalimni bittasini o'ziga qaytarib beraman. Ana. Asal romkani bittasini qaytarib oldik, qaytarib beryapmiz. Demak, birinchi romka asal qildim. Ikkinchi romka gulchang. Tak, gulchang, keyin tuxum romka. Endi bitta sanab o'tayin, nechta romka qoldi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ta romka. Bu yerda 15 ta ketadi. Demak, 15 ta ketsa agar yana 4 ta romka berishim kerak. Endi bunday qilaman. O'sha 4 ta romkani ikkitasini vashina beraman. Vashina deganimiz hozir mana shu bo'ladi. Vashina deganimiz ana shu. Mana beramiz. Arilar bunga qochadigan arilar o'sha mana shunaqa vashina bersangiz qochmaydigan bo'ladi. Ketdi. Endi hamma romkalarni yopishtirib ketyapman. Xo'p, mana bu so'nggisi ham tuxum edi. Mana bu chala asal. Va endi bitta bo'sh romka beraman. Bo'sh romka. Mana bu yerdan olib beray. Bo'sh romkani beramiz. Demak, bu o'yla bo'ldi. Endi buni ustiga bitta Manhao plastinkasini beryapman. Bu o'sha kanaga qarshi qolganini yana yopib, qisib, havosi chiqmasin deb ikkisiga tiqib qo'yamiz. Cho'pchasini qo'ydim. Tak, telefonimni yopaman. Endi bu kuchli oilada ish bor. Endi bu kuchli oilaga 3 ta yangi mashina berdik. Buni to'kadi, yangi romka qiladi, unga tuxum qo'yadi nasib qilsa. Keyin mana bu yerda bitta chala asal romka bor, bitta bo'sh romka bor. Bularni ham asal uradi. Mana bu yerda yopiq tuxumlar bor, bitta ikkita. Bularni ham tuxumlari chiqqandan keyin bularga ham asal uradi nasib bo'lsa. Bu oilani ishi tugadi. Endi bu oilani sanasini o'zgartiraman. Bugun ishladim-ku. 18:05 26. Rasplot 8 ta qoldi. 8 romka rasplot qoldi. 15 romkali. Bo'ldi. Shunaqa. Endi boya o'g'irlagan romkalarimizni bitta kuchsiz oilaga berishni boshlayman.
yangi oila, matka 26-yilgi. Hali 2 romka tuxumi bor. Buning ichida ozgina romka bor. 9-chisloda ishlaganman. Endi boyagi hozir shuni ochamiz. Yo'q, bismillah. Bunga o'tgan safar ozgina sirop berganman, yarimni olgan. Plastilinka qo'yganman, boshqa Tropides, u ham kanaga, ham tropileps kasalligi, boshqa kasalliklarga. Demak, bu yerda asal bor, asal berganman, to'liq asal. Oilaga asal kerak emas. Xo'p, bo'sh romka bor. Tak. O'zini bitta tuxum qo'yayotgan romkasi bor. Hali tuxumlari endi chiqishni boshlabdi. Ozgina o'rtadan chiqishni boshlagan. Zo'r. Tak, ishchi arilar bo'ladi bular nasib bo'lsa. Tak, yana bitta romkasi. Mana bu romka, mana bu yerda ona turibdi. Ona yugurib yuribdi. Tak, sizlarga ko'rsatishga qanday qulay bo'ladi. Qara, ikkinchi tomoniga bu yerda ham tuxum ko'p. Ikki romka tuxum chiqyapti. Endi bu nima? U ham gulchang, ham tuxum. Xo'p. Qana birinchisi nima ekan? Birinchisi asal, to'liq asal, yaxshi. Yashang. Bu oilaga demak, birinchi romkasida asal bor, ikkinchi romkasida gulchang bor. Bu ikkita romka oldim-ku tuxum, o'shani bunga beraman. Ikkita tuxum romka olganimni, mana buni allaqachon 4 ta 5 ta arilar chiqdi. Boya arilar yo'q edi. Endi buni bitta mana bu yerda bu yoqqa beraman. Bitta tuxumni endi yana bittasini beraman. Bunda ham bitta ari chiqibdi. Xo'p, endi bunisini bu yoqqa beraman. Mana bu oila ham endi bismillah deb kuchayishni boshlaydi. Tak. Mana bunga hatto bitta gulchang oldiga bor edi. Hozircha yetadi, bunga gulchang shart emas. Ikkita shart emas bunga hozir. Endi romkalar tak, o'zini diafragmasi bor. Plyonka dorisi bor, cho'pchasi bor. Bu shirasini yaqinlashtirib qo'ydim. Yana ustiga ozgina qo'yaman, to'liq bo'lsin. Mana shunaqa qilib oilalarni kuchaytiramiz. Bugungi video shu haqda edi. Hammasi kuzatganlaringizga katta rahmat. Demak, zo'r oiladan tuxum asalini olib, kuchsiz oilalarga berish kerak, gulchangni olib berish kerak. Keyin kuchli oilaga bo'sh vashinalarni berish kerak. Mana shunaqa qilib kuchli oilada ish paydo bo'ladi, ishsiz qolmaydi, qochib ketmaydi va kuchsiz oilaga yordam keladi, baquvvat bo'ladi, immunitet bo'ladi, onani yaxshi boqadi, tuxum qo'yishiga onaga yordam beradi. Mana shunaqa qilib bu oila ham sekin asta kuchayib ketadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Umid qilamanki, sizlarga videolarim yoqadi.